Assalomu alaykum, Jahongir To'y kanalining aziz obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar. Aziz obunachilar, aka-ukalar, opa-singillar, xabarlaring bor. Biz doimiy ravishda Sankt-Peterburg shahridan ish qilib boramiz. Yaqinda bundan 2-3 kun oldin bir ish qilgandik. Xabarlaringiz esa Simshago magazinga so'rashdan aka-ukalarimizdan guruch kerak edi. Mana o'sha videomizdan keyin bir ukomiz mana magazinga kelib ish boshladi. Mana bugun xudo xolasa 3-kun ishlayapti. Mana shu ukomiz yonimizda. Mana shu ukomiz qanday kelganlari haqida va nima ishlar qilayotganliklari haqida hammasini batafsil o'zlaridan eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum Maromjon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz akajonim. Rahmat. Mana shu magazinga mana ishga kelganingga 2 kun bo'libdi. Mana xudo xolasa bugun 3-kun ketyapti. Xudoga shukr. Ana barum mana shu bizni top kelgan videoni qanday topib, qanday bo'ldi shular haqida batafsil gapirib, o'zing mana obunachilarimizga kirib kelganing haqida bir ma'lumot bersang-ku. Assalomu alaykum. Obunachilar, hurmatli obunachilar. Men O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyatidanman. Men Jahongir akamni obunachilari avvaldan obuna bo'lib, ashaddiy muxlislariman, kuzatib boraman. Men bu ishni topib keldim. Akamni o'zlari yo'q keldi. Bir kechda ishlar ekan, biz kunduzga ishlab oldim, kunduzga o'tib oldim. Hozirda ishlar yaxshi, hamma tojik, o'zbek bolalar bilan hamma bilan aloqa yaxshi. Odamlar yaxshi. Hozirda men shu napitkalarga, suvlarga, shakarga, yog' mahsulotlariga qarab turaman. Shularni joylab, muddatlarini qarab turib, to'g'rilab boraman. Ish zo'r, oyliklari, xodimlar, sheriklar, muomala hammasi zo'r. Xudo xolasa Baromjon, endi yana bir gap aytib o'tish kerak. Men sizlarga aytib o'tganim, o'zim ishlayotgan magazinga kelgan. Xudo xolasa men mana navj ishlayman. Boz ketadi, ish vaqti tugadi. Shu ish vaqtini tugagandan keyin video olishga mana kelishib, mana video olyapmiz. Bu kechqurunga ketadi, biz kechqurun ish boshlaymiz-da Barom. Shuning uchun yana bitta narsani aniqlik kiritish kerak. Xudo xolasa ish mana senga ma'qul kelgan bo'lsa, kompaniyaga borib oformat qilib keldingmi yo endi borasanmi? Qilib keldim. O'sha birinchi kunni o'zidan qilib keldim. Birinchi kun kelganingda borib kelgansan. Oyliklari o'sha aytib o'tganimizdek 4200 rubldan ish kuningga abishat qilingan, to'g'rimi? Shunday. Bir oyga 2 marta olinadi, ya'ni 10-da avans, 25da oylik o'tadi. Aziz aka-ukalar, obunachilar, bizlar xudo xolasa mana shunaqa ukamizga Baromjon katta rahmat. Ishlaringga omad, lekin sizga ham katta rahmat. Gap yo'q akajon. Mana shu ukamiz mana videomizni kuzatib borayotgancha xursandmiz. Mana shu bunday obunachilarimizdan doimiy ravishda kuzatib boramiz. Hozir aytgan gaplarimizdan ancha xursand bo'ldik. Men juda ham xursandman. Kattakon rahmat. Mana shunday kuzatib borib, like tugmasini bosib, podpisatsiya qilishni unutmanglar. Yana mana shunaqangi yaxshi videolar chiqsa albatta, yaxshi videolar qo'yib, sizlarni hammalaringni bahramand qilib boramiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Jahongir To'y kanalida podpisatsiya qilib, obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.